Assalomu alaykum. Ahlob Mahmud kanali aziz obunachilari, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga ham yetib keldik. Navbatdagi avtomobilimizni Yakkabog' tumanida Chaydari qishlog'ida Egamberdiyev Yorqul akamiz xonadoniga tantanali ravishda topshirish uchun yo'l olamiz. Marhamat. Demak, mana Yakkabog' tumanida notarizga keldik. Mana shu Damas avtomobilini Egamberdiyev Yorqul akamiz o'zlari Moskvada bo'lganliklari uchun oilasini nomiga o'tkazib berdik. Demak, oilalarining ism familiyasi Jo'rayeva Nargiza Hayitmurod qizi, to'g'rimi? Nomingizga o'tdi, mana ko'rdingiz. Endi avtomobilni Yakkabog' tumani Chaydari qishlog'iga Yorqul akamizning xonadonlariga yetkazib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Ko'p kutib qo'ymadikmi? Yaxshimisizlar?
Endi bir mana shunday bir davra qilib olsak-da, chiroyli bir mashinamizni topshirib olsak, ha? Mikrofoningizni bersangiz. Assalomu alaykum Qashqadaryo. Assalomu alaykum Yakkabog' tumani Chaydariq qishloq aholisi. Demak, sizlarni ko'p kuttirib qo'ymadikmi? Kutib qolmadingizmi? Hey, rahmat. Demak, mana biz keldik Chaydariq qishlog'iga. Yorqul akamizning xonadonidamiz, to'g'rimi? Mana shu akamiz Pahlavon Mahmud kanalidan Damas avtomobilini yutib olganlar mana shu akamiz. Hey, bitta chiroyli qarsak bo'lsin qani? Hey, rahmat. Mana shu akamizga omad tilab qolamiz. Demak, akamiz o'zga yurtda musofirda yurganlari uchun mana shu Damasni ayollarning nomiga rasmiylashtirib berdik, hujjat qilib. Mana shu Damasni mana shu opamizga topshirib olamiz. Demak, siz Jo'rayeva Nargiza Hayitmurod qiza, mana shu Yorqul akamizni Egamberdi Yorqul akamizni oilasi, to'g'rimi? Mana sizga hozir mashina hujjatlarini beraman. Mana hujjatlari, mana tex pasporti va kalti. Tabriklab qo'yamiz. Bor bo'lsin Damas. Yaxshi kunlaringizga mining. Demak, mana shu Pahlavon Mahmud kanalida demak, mana shu o'zga yurtda yurgan musofir aka-ukalarimiz bor. Shularni bir chiroyli bir tabriklab qo'yasiz endi, va. Tabriklar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Ana Yorqul jiyan bugun Pahlavon Mahmud kanaliga shunday o'ynatidan Damas avtomashinasini yutib olibdi. Yutganidan juda xursandman. Hammangiz mana shunday o'yinda o'ynangizlar, yutingizlar, omad sizlarga ham kulib boqsin. Rahmat hammalaringizga. Ey, rahmat sizga ham. Endi mana shu mashina egasi endi Nargiz opamiz, ha? Nargiz opamizdan bitta chiroyli tilaklarni eshitib qolaylik qani, o'zga yurtda yurgan Yorqin akamizga chiroyli tilaklaringiz bordir. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qishloqdoshlar. Mana meni xo'jayinim Moskvada turib, Pahlavon Mahmud kanaliga obuna bo'lib, bilet olib, Damas avtomobilini sohibi bo'ldi. Mana shu hamma shu ko'makchi bilet olganlarga rahmat. Rozi bo'lingizlar biletlaringizdan. Doimo omad bersin hammaga. Yana xo'jayinim bundan ham zo'rini yetsin Pahlavon. Men doim omad tilayman, duodaman. Nasib bo'lsa, mana qishloqqa faqat tarqataveringizlar Pahlavon Mahmud kanalida. Biz doim sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz, Pahlavon aka. Ey, rahmat. Ana endi mana shu tog'amizdan ham bitta chiroyli bir tilaklarni o'zga yurtda yurgan musofir aka-ukalarimiz, qolaversa O'zbekiston bo'ylab mana shu kanalni tomosha qilib borgan aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor. Shularga bir chiroyli tilaklaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum mehmonlar, mezbonlar. Mana hamshayamiz Podagashka bilan Rossiyada turib YouTube'da bundan ham yerdan to'g'risi. Bola chaqani boshqa sog' salomat, omon eson bo'lsin. Eng yomon kun mashina turib, popqanimiz yaxshi mashina YouTube'da mashina tepkisi buni yurib. Ko'p xonadon bosh to'ydan chiqmasin. Ey, rahmat. Ana endi mana shu Egamberdi Yorqul akamizni opalari bor ekan. Mana shu opamizdan ham bir chiroyli tilaklarni o'z ukalari uchun albatta bu har bir yigitni orzusi, bilamiz, ha? Bir o'yinda yutib, mana shu oilasini yaxshi kunida mana shunday mashinalarni sovg'a qilish, kimnidir yuragiga tuyib qo'ygan niyatlari bo'lsa, har bir yigit uchun bu. Menimcha, to'g'rimi? Demak, mana shu opalardan ham chiroyli bir tilaklarni eshitib qolaylik. Marhamat. Assalomu alaykum qo'shnilar, ham qishloqlar. Hammalaringizni, sizlarni ham Yorquljonning yangiligi bilan, yutgan mashinalari bilan sizlarga ham tabriklayman. Qulluq bo'lsin. Sizlarga ham yutuqlar nasib qilsin. Bizlarga ham nasib qilsin. Yorquljonim bundan ham zo'r yutuqlarni yutsin. Yana katta to'ylar qilsin. Yana bundan ham ziyoda mashinalar yutib, har doim bizlarni xursand qilib tursin. Sizlarga ham katta rahmat. Kelgusi ishlaringizga omad. Mana shu xonadonimizga kelibsizlar, sizlar ham xush kelibsizlar. Qarsak bo'lsin. Ana endi bundan buyog'i menimcha to'y. Bu Damas yaxshilik kunlarda minsin mana shu akamiz. To'y endi, marhamat.
sarılsın. Telefondan özlermez kötünü. Yurtsanca kıyaydı sizni. Musafirle yürüyen aykalar. Musafirle yürüyen aykalar. Mahalleden yıkılaman değil. Cinler içine cin bulman değil. Tanrıma toy kılaman değil. Musafirle yürüyen aykalar. Musafirle yürüyen aykalar. Mana shunday chiroyli kayfiyatda mana shu Jaydari qishlog'i kutib oldi. Chaydar ha? Chaydari qishlog'i kutib oldi. Endi mana shu yutuqlarimiz mana faqat davomiyli bo'lsin, shundaymi? Yaxshi kunlarga miring aka. Demak bu o'ynagan qizlar shu mahallaning qizlarimi? Ha, yorqiragan qizlarimi? Mana shu qizlarga baxtini bersin. Rahmat sizlarga yaxshi kayfiyatda kutib olganlaringiz uchun. To'ylarga, yaxshi kunlarga miringizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. O'xshaydi